Isroil 1948 yilda tashkil topgan bo'lsa ham, u zo'ravonlik ustiga qurilgan tuzumdir. Tarix shuni ko'rsatadiki, kuchga tayanib yaratilgan davlatlar abadiy qolmaydi. Har bir davlatning bolaligi, kamoloti va keksaligi bo'lganidek, uning tugashi ham bor. Men umid qilamanki, Isroil kelasi asrning birinchi choragida tugaydi. Chunki tarix ham, Qur'on ham zulmning uzoq davom etmasligini aytadi. 3 bosqich bo'ladi: falokat davri, kurash va uyg'onish. 3-chi davr, kutilgan yakun. Alloh Bani Isroilga muqaddas yerlarni 40 yil man qildi. Ular sahroda sarson bo'lishdi. Dastlab kuchsiz avlod edi, hozir esa kurashadigan avlodga aylandi. Kelajak esa ozodlikka erishadigan avlod ichida, inshaalloh. Yo'l qiyin bo'ladi, sabr talab qiladi, lekin kelajak musulmonlar tomonidan olinadi. Umid eng muhim narsa. Kapitan umidsiz bo'lsa, kemaning holi og'ir bo'ladi. Qiyinchiliklar bo'lsa-da, Allohning va'dasi bajariladi. Musulmonlar g'alabaga erishishi muqarrar. Qur'on yahudiylarning qalalari ularni saqlaydi deb o'ylaganini, lekin Allohning irodasi ustun kelganini aytadi. Hozirgi holat ham shunga o'xshaydi. Kuch emas, iymon g'alaba qiladi. Biz ko'pincha zaifligimizdan shikoyat qilamiz, ular esa kuchga ishonadi. Lekin Alloh istasa, zulm ustiga qurilgan rejim bir ko'z ochib yumguncha qulashi mumkin. Yer yuzidagi buzgunchilik abadiy emas, uning ham vaqti tugaydi.